Yigit yaxmalak qoplangan yo'lakdan ildam yurib borarkan, oldinroqda yo'lakda o'tirib qolgan qizga ko'zi tushdi. Go'zalligi shuncha masofadan ham nur taratib turgan qiz o'rnidan turmoqqa urinar, lekin shikastlangan shekilli ilojini topolmasdi. Qanday go'zal qiz! Qaniydi u bilan sevishib, sevilsam, o'yladi yigit va bunga imkon yaratib turgan ko'makka shoshildi. Yetib borib qizning tirsagidan tutdi. Oqsoqlanib qolgan qiz atrofga alanglab nimanidir qidirdi. Qo'ltiqtayoq anavi yerga tushibdi-ku. Uning gapini eshitib rangi o'zgargan yigit tezlik bilan qo'ltiqtayoqni olib unga tutqazdi-da, rahmat aytishini ham kutmay qizdan uzoqlasha boshladi. Buvasining singan qo'ltiqtayog'ini tuzattirib kelayotib, yaq yo'lakka yiqilib shikastlangan oyog'ining zirqirashini ham unutgan qiz uning ortidan minnatdorona qarab qoldi. Zero u minnatdor bo'lishga haqli edi, chunki Alloh uni bir riyokordan asragan edi.